O'zbekistonda davlat xizmatchilariga haq to'lash tizimi o'zgarishi mumkin. Bu boradagi loyiha prezidentga taqdimot qilindi. Unga ko'ra, davlat xizmatchilari mehnatiga haq to'lashning yagona, ochiq va natijaga asoslangan tizimini joriy etish taklif qilinmoqda. Bunda davlat organlari milliy, respublika, hududiy hamda tuman va shahar darajalariga, xodimlar esa bajaradigan vazifalarga qarab ma'muriy boshqaruv, asosiy va qo'llab-quvvatlash guruhlariga ajratiladi. Xalqaro tajriba asosida 11 ta razryad va 6 ta pog'onadan iborat yangi ish haqqi setkasini joriy etish taklif qilinmoqda. Shuningdek, 10 dan ortiq ustama va mukofotlar o'rniga 3 ta asosiy rag'batlantirish to'lovi joriy etiladi. Jumladan, malaka darajasi, xodimning funksional vazifalarini bajarishi, ijro va mehnat intizomi, tashabbuskorligi asosida baholanadigan samaradorlik ko'rsatkichlari KPI uchun ustama to'lanadi. Bundan tashqari muhim va murakkab vazifalarni bajargan, innovatsion yondashuvlarni joriy etgan hamda yuqori natija ko'rsatgan xodimlarga hisobot davri yakunlari bo'yicha bonus to'lovlari berish nazarda tutilmoqda. Ta'kidlanishicha, yangi tizim orqali har bir davlat xizmatchisi ish haqqi qanday shakllanishi, qaysi natija uchun ustama yoki bonus olishini oldindan bilish imkoniga ega bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu tizim 54 ming nafar davlat xizmatchisini qamrab oladi.